Bahorning ilk oyi mart oyida qanday ob-havo kutilmoqda? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Bu yil mart oyi qanday bo'ladi? Mart oyi boshida ob-havo bahoriy beqaror bo'lishi kutilmoqda. Bahorning birinchi kunida ko'pchilik viloyatlarda havo harorati 12-17 daraja iliq bo'lgan quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. 2-martda O'zbekiston hududiga janub-g'arbdan nam havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Respublika bo'yicha yomg'ir yog'adi, tog'li hududlarda yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kuzatiladi. Keyinchalik oyning birinchi 10 kunligi oxirigacha yog'ingarchilik davriy bo'lib, tekislik hududlarda tanaffus bilan yomg'ir yog'adi. Tog'larda yomg'ir va qor yog'adi. Bu davrda havo harorati 10-15 daraja iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Bu iqlim me'yorlariga mosdir. Ayrim kunlarda 6-9 daraja iliqqacha pasayishi mumkin. Mart oyining 2 va 3 kunliklarida harorat kechalari 3-8 daraja iliqdan 8-13 daraja iliqqacha, kunduz kunlari esa 12-17 daraja iliqdan 23-28 daraja iliqqacha o'zgarib turishi kutilmoqda. Harorat pasayishi davrlari qisqa bo'ladi. Isish davrlari esa davomiy bo'ladi.